Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, akalar. Haqiqiy Edilbay Arashan sovliqlarni yoshlaridan ko'paytirib boqaman degan do'st birodarlarga haqiqiy zo'rlari, yoshlari keldi. Mana akalar, Qo'shqordan yangi chiqqan, xudo xolasa ikkitasi bo'g'ozdagi yangi bilingan ham xudo xolasa olib chiroyli baraka topadigan bo'g'oz deb 8 million 10 million degan narx aytmoqchi emasmiz. Maqsad aytmoqchi bo'lganimiz qo'ylar qisir emas, xudo xolasa Qo'shqorda turgan 50 kellik bo'g'ozga beramiz. Yoshlar akalar 2 tish 4 tish olibdi. Hozir ushlab ko'rsatib qo'yamiz, xudo xolasa video davomida hamma ma'lumotini beramiz. Videoni boshida bittadan like bosib akalar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yasiz, xudo xolasa narxini ham ayda-bayda yo'q narx qo'yamiz. Ushlachi bo'y, tishlarni ko'rsataylikchi. Mana mashinasi ham xudo xolasa bo'g'ozga yangi bilingan jonivor 4 tish, 4 tish. Xo'p, mana o'rsakan ashinisi ham ajradi. Mana. Adashmasam mashinasi 2 tishida, yuzi ham zo'r holatda. Mana 2 tish akalar, xudo xolasa. O'ydi ko'ryapsizlar, xudo xolasa, bunaqa jundijidagi narsa emas, oyoq qo'li uzun bo'ladigan birinchisiga bo'g'oz inshaalloh. Mana tish akalar, yangi do'ttaga o'ryapti jonivor. Inshaalloh birinchisiga bo'g'oz bu ham mana. Olib xudo xolasa chiroyli baraka topadigan gapani yosh qo'zilar. O'sha bittasi qoldi, shuni ham ko'rsatib qo'yaylik ushlab yoshini. Har xil o'ylash mumkin-da odamlar. 3 ta tishini ko'rsatib turib, bittasini ko'rsatishmadi. Mana akalar. Mana tish. Ko'ryapsizmi? 6 taga yangi yorgan mana shu. Qo'ydi qarang, jonivorni qarang. Dala qo'yi lekin yaltillab turibdi jonivor. Narxini aytganimda 8-10 million yo'q. 50 bo'g'ozga beramiz. 2 tish, 4 tish, bitta 6 tishi bor. 7 tish sog'liqlari zo'r. Xudo xolasa olib boqishlaring uchun 6 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha mutlaqo besplat nasib yetkazib beramiz. Aloqa chiqaverasizlar albatta. Kanalga obuna bo'lib biz kuzatishda davom etamiz. Xudo xolasa undan ham go'zallari, chiroylilarni chiqarishda davom etamiz. Kelar bosib oladigan joyda narxi ham qulay bo'ldi, xudo xolasa aloqa chiqasiz, inshaalloh ish bitadi.